بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعاد الآمين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم اللهم علمنا وينفعونا وعنفعونا بما لا علمتنا وزدنا علما وعلمنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا البتيل بتيلا وارزقنا جتباح وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن وأدحينا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Demek ki sizlarga o'tgan darsda alif, ro va z harflari o'tilgan edi, va harflar o'tilgan edi. Bu safar inshaalloh sizlarga mim harfini o'tib beraman. Mim harfi quyidagicha yoziladi. Bu xuddi y harfiga o'xshab past yozilgan harf hisoblanadi. Mim, mim. Mim harfi to'rtta ko'rinishli harf hisoblanadi. Ya'niki boshida aytib o'tganimizdek, harflarni o'zbek tilidan farqi o'rtada kelayotgani, boshqacha boshda kelayotgani, boshqacha yo'llanib oxirida kelayotgani, boshqacha shaklda bo'ladi deb sizlarga ta'kidlangan edi. Shunday ekan, bu mana bunisi boshda kelib, o'zidan keyingi harfga ulanadigan mim. Bunisi o'rtada kelib, ikki tomonga ham qo'lni berib ulanadigan mim. Bunisi ulanib oxirida keladigan mim. Ya'ni ulanmasdan oxirida keladigan qanaqa ustaz desalaring, bu mana bunisi hisoblanadi. Ya'ni na bu tomonga, na bu tomonga qo'lni beradi. Endi mim harfiga juda ham ko'p misollar keltirsak bo'ladi. Masalan, o'tgan darsda o'tganimiz alif, a beramiz. Mana ulanmagan holatda qilganimiz, ya'ni alif o'tgan darsda ta'kidlaganimizdek, bu tomonga, chap tomonga qo'lni bermaydi. U ikki ko'rinishli harf hisoblanadi. Faqat bu tomonga beradi. Shunday ekan, alifni to'g'ri chiziqdagi shaklini yozib olamiz va bunga u beramiz. Demak, hosil bo'ladi amu alif u amu. Ya'niki biz agarda bu tomonga ulanmasa, mana bu ko'rinishni yoki bu ko'rinishni yozib qo'ya olmaymiz. Har bitta harfni o'zini vazifasi bor, inshaalloh. Endi buni o'zidan oldingi ro bilan ulab ko'rsak, masalan, boshda keladigan va ro. Maru. Ro bu tarafga qo'lni beradi va bu mimdan o'zini oldidan keladigan harf yo'q. Demak, biz mana bu ko'rinishni tanlab olamiz. Maru. Endi bu ko'rinish qayerda keladi desa, o'zi bilan ulab beraman, chunki bu tomonga ulanadigan harfni o'tmadik. Mu, ma, mi. Mu, ma, mi. Ma, u, ma, i, mi. Ya'niki qaranglar. Agarda biz mana bu tomonda keladigan, boshda keladigan bo'lsa va ulanmasa, biz mana bunisini, bu yerda esa bunisini yozib qo'ya olmaymiz. Har bitta harfni shaklini o'zini keladigan go'zal o'rni bor ekan. Shunisiga qo'yib yozamiz. Bunda juda ham ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Bu harfga ham 10 ta xuddi shunday qilib oldingi harflar bilan qo'shgan holatda so'z yozasiz. Inshaalloh. Va Telegram kanaliga albatta ulanib, u yerga tashrif vazifalaringizni tekshirtirib olishingiz mumkin. Keyingi harfimiz bu ta harfi hisoblanadi. Ta harfi ham to'rt ko'rinishli harf hisoblanadi. Keyingi harfimiz bu ta harfi. Ta harfi quyidagi yoziladi. Ya'ni kichik katakni mo'ljalga olasiz va tepasida xuddi kulguga o'xshaydi. Ta harfi to'rt ko'rinishli harf hisoblanadi. Birinchisi boshda keladigan ko'rinishi, o'rtasida keladigan ko'rinishi, ya'ni ikki tarafga ham qo'lunchasini beryapti. Va oxirida keladigan ta. Ulangan holatda, o'zidan oldingi harfga qo'lni berib, ulangan holatdagi ta. Boshida, o'rtasida
va ulanib oxirida. Bunisi esa oxirida keladi. Bunga birinchisiga misol keltiradigan bo'lsak, masalan, alif bilan keltiramiz va yozamiz. At demoqchi bo'lsak yoki atu demoqchi bo'lsak, bu yerda biz bunisini olamiz. Chunki alifdan keyingi harf o'ziga qo'lni bermaydi. Buni ham yoza olmaymiz. Chunki biz faqat atu deb yozmoqchimiz. Shuning uchun birinchi ko'rinishni olamiz. Atu. Bunisini qilib ko'ramiz inshaalloh. Teru. Ya'niki o'zini oldingi harf yo'q. Demak, bunisini tanlab olamiz. Teru. Bunisidan foydalanamiz inshaalloh. Mimni o'tdik. Miteru. Miteru. Sizlarga o'rtadagi ta'ni ko'rsatib berdim inshaalloh. Miteru. Endi oxirgisi qanaqa keladi ustoz deslaring, bunga mimni bu bilan yozib, masalan, mati. Keyingi harfimiz esa bu nun harfi. Nun harfi ham xuddi yga o'xshab, mana bunday pastda yoziladigan harf hisoblanadi. Pastda yoziladi. Yarimda baloq va tepasida nuqtasi bor. Nun harfi. Boshda keladiganni, o'rtasida keladiganni va oxirida ulanib keladiganni. Boshida, o'rtasida, oxirida ulanib. Bu esa oxirida keladi. Bunisiga yana alifni yoki mana bunday qilib arun demoqchi bo'lsam. Ro bilamizki, bu tomonga qo'lni bermaydi. Arun sukun qilamiz. Ya'niki bu nunni tanlab olamiz shaklni. Arun. Endi boshdagichi ustozlar deslaring, boshdagi namu bunisini tanlab oldik. O'rtaga keladiganiga ta'ni o'tdik. Tanmu. Oxirida keladiganiga inshaalloh mana demoqchi bo'lsak. Mana. Ya'niki bu tomonga qo'lni berganni tanlab olamiz nonni. Bu harfga ham inshaalloh 10 ta so'z tuzasiz. Va menga tashlab qo'yasiz Telegram kanal. Va inshaalloh Telegram kanaliga tashlab qo'yinglar. Bugungi darslarimiz shulardan iborat. Inshaalloh Alloh ilmlaringni xayrli qilsin va shaytonni har qanday vasvasalardan asrasin. Chunki ilm talabga doimo talab ilmga shundaki shayton vasvasa qiladi yoki ustozni har qanday ayb nuqsonli qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Alloh sizlarni bundan saqlasin deb niyat qilib, duo qilib qolaman inshaalloh. Va sizlar ham inshaalloh niyatlaring faqat Allohning rizoligi uchungina qaratinglar va faqatgina ilm olish haqida o'ylanglar. Shunda shaytonni vasvasasi sizlardan yiroq bo'ladi. Bu ta harfiga ham inshaalloh 10 ta so'z yozib vazifalarni tashlab qo'yasizlar. Keyingi harfimiz esa bu nun harfi. Nun harfi ham xuddi yga o'xshab, mana bunday pastda yoziladigan harf hisoblanadi. Pastda yoziladi. Yarimda baloq va tepasida nuqtasi bor. Nun harfi. Boshda keladiganni, o'rtasida keladiganni va oxirida ulanib keladiganni. Boshida, o'rtasida, oxirida ulanib.
Bu esa oxirida keladi. Bunisiga yana alifni yoki mana bunday qilib arun demoqchi bo'lsam. Ro bilamizki, bu tomonga qo'lini bermaydi. Arun sukun qilamiz. Ya'niki bu nunni tanlab olamiz shaklini. Arun. Endi boshdagi-chi ustozlar deslaring, boshdagi namu bunisini tanlab oldik. O'rtaga keladiganiga tan o'tdik. Tanmu. Oxirida keladiganiga inshaalloh mana demoqchi bo'lsak. Mana. Ya'niki bu tomonga qo'lni berganini tanlab olamiz nonni. Bu harfga ham inshaalloh 10 ta so'z tuzasiz. Va inshaalloh Telegram kanaliga tashlab qo'yinglar. Bugungi darslarimiz shulardan iborat. Inshaalloh Alloh ilmlaringni xayrli qilsin va shaytonni har qanday vasvasalardan asrasin. Chunki ilm tolibga doimo tolib ilmga shundayki shayton vasvasa qiladi yoki ustozni har qanday ayb nuqsonli qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Alloh sizlarni bundan saqlasin deb niyat qilib, duo qilib qolaman inshaalloh. Va sizlar ham inshaalloh niyatlaring faqat Allohning rizoligi uchungina qaratinglar va faqatgina ilm olish haqida o'ylanglar. Shunda shaytonni vasvasasi sizlardan yiroq bo'ladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعاد الآمين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم اللهم علمنا وينفعونا وعنفعونا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون وأحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.